Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana akalar yuklarimiz yer tekizlaydigan yukimiz keldi. Zakazga keldi. Bu yerda haydagandan keyin tekizlaydigan barana deydimi? Diska barana. Shu diska baranamiz keldi zakazga. Hop. Buni yuklayapmiz, olib chiqib tushiramiz hozir. Yana kimga kerak bo'lsa zakaz qila olasizlar. Ko'ryapsizlar mana qalinligini. Bashmaldag'im bilan teng turibdi qalinligi. Yarim. Oldu götürün. Do'stlar, kerak bo'lsa zakaz qila olasizlar mana. Zakaz keldi. 40 kun 50 kun degandik. 2 oy bo'lib ketib qoldi bu safar. Cho'zilib ketib qoldi. Salkam 2 oy bo'lib ketdi. 50 kun, uzoq 50 kun degandik. Biz 55 kunlarda keldi. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqa olasizlar. Manzilimiz Andijonda, O'zbekiston To'rt ko'chasida. Telefon qilib aloqaga chiqib, zakaz bera olasizlar. Buni ko'rsatayotgan sababi zakolat berganlar, mana zakolat berishdi. 2000 zakolat berdi, qolganini keyin kelgandan keyin beradigan bo'lishgan. Mana zakolatni oldik, olib berdik. Xudo xolasa egasiga topshiradi, video qilib qo'yaman. Qilib joylayman, xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Hammaga omad.